Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Dollar va rubl kurslarini ko'rib o'tishni davom etamiz. 100 dollarimiz 7603 rublni ko'rsatyapti. 1 fevral kuni soat tungi 1lar atrofidagi ko'rsatkich. Rossiyada dollarning narxi borgan sari kichkina raqamlarda bo'lsa ham tushishda davom etyapti. Buni grafik bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, grafikimizda ham mana 1 yillikni ko'radigan bo'lsak, dollarning narxi faqat arzonlashni ko'rishimiz mumkin. Mana 100 dan 95 ga, 90 ga, 85 ga, 80 ga, hozir mana 75 ga ham tushish ehtimoli bor. Hozirda 76 ni ko'rsatib turibdi 1 dollarimiz. Mana shu 75 ga tushish ehtimoli bor. Ko'pchilikda savol tug'iladi, Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar yuborish narxlarida o'zgarishlar bo'ldimi deganlar uchun uni ham ko'rib o'tamiz. Hozir O'zbekistondagi dollarning narxini ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, 100 dollarimiz O'zbekiston so'miga 1.231.000 so'mni ko'rsatyapti. Grafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonda ham dollarning narxi kichkina raqamlarda arzonlashda davom etyapti. Grafikini ham ko'ramiz. Xo'sh, grafikda ko'radigan bo'lsak, mana 1 yillikni ko'ryapman. Bu yerda ham 13500 dan 13200 ga, 12900 ga va hozir 12320 ga tushib, keyin kichkina ko'tarilish bo'lgan. Bu yaxshi natija deb o'ylayman. Shu yerda kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Dollar O'zbekistonda arzonlasa yaxshimi yoki ko'tarilsa yaxshimi? Rossiyadan turib O'zbekistonga Zolotoy Korona orqali dollar yuborsangiz, 1000 dollarimiz 78611 rublni ko'rsatyapti. 1-fevral ko'rsatkichlari bu. Boshqa prilojenalarni ham ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda yana bir prilojenamiz Zolotoy Koronaga nisbatan kichkina raqamlarda arzonroq ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga 1000 dollar jo'natsangiz 77979 rublni ko'rsatyapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi prilojeniyani ham tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu yerda yana bitta prilojeniyamiz. 1000 dollarimiz 77749 rublni ko'rsatyapti. Bundan oldingi prilojeniyadan ham kichkina raqamlarda arzon. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Rossiyada dollarning narxi yana arzonlaydimi deganlar uchun ekspertlar xulosasiga ko'ra dollarning narxi arzonlash ehtimoli bor. Faqat dushanba kunidan o'zgarishlar boshlanadi. Hozirda mana 1000 dollarimiz 77749 rublni ko'rsatyapti. 2-fevral dushanba kunidan dollarning narxi o'zgarishlar bo'ladi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham. Lekin hozir pul jo'natmoqchi bo'lganlar uchun mana bu kurslarimiz ham juda yaxshi kurs deb o'ylayman. Bundan bir hafta oldin 82-83 dan jo'natayotgan edik. Hozir esa mana 77 ga qarab tushishda davom etyapti. 77 dan ham jo'natish ehtimoli bor. Hozircha yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Birgalikda dollar narxlarini o'zgarishlarini kuzatamiz va tahlil qilamiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Hammaga rahmat.